Freelancerlar 1 yil ichida 4 milliard dollar daromad topishdi. Qayerdan deysizmi? Upworkdan. Sodda qilib tushuntiraman. Siz ma'lum bir sohada mahoratga egasiz. Marketolog, videograf, dizayner, copywriter, tarjimon, analitik, web dasturchi, mobil dasturchi, administrator, UI UX dizayner, animator, illustrator, project manager. Xullas, har qanday sohada mahoratga ega bo'lsangiz, Upwork aynan shu kasblardan daromad topadigan onlayn bozor. Upworkda kuniga o'rtacha 20 mingdan ortiq dunyo bo'ylab har xil sohada ish e'lonlari qoldirishadi. Eshityapsizmi? 20 mingdan ortiq yangi proyektlar. Upworkda 900 mingga yaqin aktiv dunyo bo'ylab xaridorlar bor. Ular 2024-yil holatiga ko'ra 4 milliard dollardan oshiqroq daromadni freelancerlar uchun sarflashdi. Aynan shu xaridorlar bilan ishlasiz va qo'shimcha daromad topish imkoniyati sizniki bo'lishi mumkin. Kommentariyada Upwork so'zini yozib qoldiring va men sizga maxsus Upwork haqidagi tekin darsligimni jo'nataman.